Men sipirib charchamayman, bular qo'yib charchashmaydi odamlar. Ben 40 yıldan beri yetdim. Uyim tarakanga, pashshaga, chivinga bosib, musorka uyda turish kerak. Ammo u narsani xohlamayman. Millar dasturiga Olmazor tumani Langar mahallasidan murojaat kelib tushadi. Ularning e'tirozi qanday? Biz bu manzilga yetib keldik, o'rganamiz. Nima muammo? Musor tashlashga joyimiz yo'q. Idish qo'yib berishligi kerak. Hamma sasib bijib yotadi. Ben 40 yıldan beri yetdim. Kvartiraga ko'proq odamlar qo'yadi. Shu odamlar otib ketishadi. Endi bizga qo'limizdan kelgancha tozalab anaqa qilib o'tiramiz. Bizga ko'chani boshiga iloji bo'lsa, mana bu yerda ham bo'shab yotgan joyimiz bor. Endi bu mahallaning ichi baribir hidi chiqishi mumkin bu yoqda. O'shaning uchun ko'chani boshiga imkon qadar oldin turgan joyimi yoki-da uni yonigami qatgadir aynan chiqindi tashlash uchun idishlar qo'yib berishini so'ragan bo'lardik. Mana bu yerda sasib pashsha bosib yotadi. Mana bu qo'shnilar bolalarimiz chiqadi. Kimnidir jalbasi bo'lmasa, meniki bor. Men sipirib charchamayman, bular qo'yib charchashmaydi odamlar. Shu yoqqa atrof turasizmi? Tozalab turasizmi? Mana o'shadan, mana masjidgacha sipiraman. Bu chiqindixonaga aylanmaydi, faqatgina mashina kelganda olib chiqadi deyapti-ku. Yo'q, mana bugun axlat keldi. Mana ertaga keling ham bu yerdan keyin ko'rasiz, setka. Tarvuz ham bor, non ham bor, axlat ham bor. Uyalishmaydi, qo'rqishmaydi. Qo'yib ketadi ko'chani, uni biz bilmay qolamiz. Ama agar ishonmasangiz, vaqti kelsa shu qo'yib ketganda men rasmga ham olib qo'yaman. Telefonda. Agar ishonmasangiz. Oldin signal chalishardi. Ichkariga bizga eshitilmaydi. Oldin eshitilardi, hozir ham chalishmayapti. Anaqa signaldan chalish kerak, kelganda shtobi hamma eshitish uchun. Biz signalni ovozini eshitmaymiz. Kelganini bilmay qolasiz. Yo'q, bilmaymiz. Uyda bo'lmasak, masalan, qayerdadir ishda bo'lsam, shu bilan musor qolib ketadi. Ko'chaga olib chiqsangiz to'polon bo'ladi, eshigimni tagiga qo'yma, axlat kelgan kuni olib chiq deydi. Uyim tarakanga, pashshaga, chivinga bosib, musorka uyda turish kerak. Ammo u narsani xohlamayman. Ben umumiy eshitmayman. 20 yildan shu yerda turaman. Olaman, yo'q, o'sha yerga olib boraman, mashina ko'rganimda o'sha uyda musorim yo'q. Потому что men chiqaman, ko'chaning nariga boraman, yo pastga tushaman. Ну что, мне 70 lет. Kimdir menga xonadondan agar do'pis bersa internet, men kamera olib beraman, o'sha yerda qo'yib bemalol ko'rib. Bo'ladimi qolib, sizga majlis tarbiya qo'ydirib beraman. Shuni yechimi bo'ladimi? Va chiqindi tashlaganlarga chora ko'riladi. O'sha kunda kelmagan kunda masalan signal keladi, chaladi, olib chiqadi. Qolgan kuni olib chiqilmaydigan qilamiz. Kamera qo'yamiz. Bo'ldi. Kamera bizda xudo xolasa maxsus transport kamera olib keladi, masjidga bitta qo'yadi. Faqat tok bilan internetdan do'pis bersanglar bo'ldi, ruxsat. Eshitmay qoladigan odamlarga qanaqa yordam berasiz? Mana bular eshitmayapti. Eshitadimi, signal eshitilmaydimi? Signalni Signal eshitmayman. chalsa eshitadimi, eshitmaydimi? Ben umumiy. Вот Не, когда машина приезжает, вот сигнал, ты слышите или нет? я не слышу. Maxsus texnika kelyapti. Unga aholining e'tirozi yo'q. Lekin bu yerda xohlagan payt olib chiqib tashlashayotgani uchun bu yerga mana shu yerda maxsus transformatorda bitta kamera o'rnatib beramiz. Har 3 kunda, seshanba, juma kelayotgan kuni mashina signal chiqini olib chiqib berishadi bu yerga. Eshitmaydiganlarga yordam berasiz. Ha, eshitmagan xonadon bor ekan, tekda yuk ortuvchilar kirib uylarni taqalatib kelishadi. Maqsadimiz muammolar bo'lmasa, ularni birgalikda hal qilamiz. Rahmat.